Assalomu alaykum do'stlar, navbatdagi ishimiz Yo'q xabarlar. Bir plan joy bu. Bir zal. Bir dalan. Bir tambur. Yo'q xabarlar. Tambur istikrani. Bir mehmonlar uchun zapas joy. Однотонный oldu kaymaka. Mehmonlar uchun zapas gостиница. Bu spalniy xona. Qizcha bor ekan. Shu qizchaniga yana ikki spalniy xona bor shunday. Ko'p baho berasizlar. Buni teglari yonadi. Podsvetga. Hozir görmüyorlar. Tuncanım ozgina e'tibor etsangizlar ko'rinadi. Ben kuxnyaga kiradigan koridor seriya bo'ldi. Bir kuxnya seriya glянцевый обычный. Bu seri boşuna maksat bu yerda ugar ne ko'p bo'ladi, ovqat tayyorlanadi. Shuning uchun bu yerda seri rang olib berdik. 5-6 yilda ugar bo'lsa, yuvib qaytadan normalde o'zini holina kelib qo'yaveradilar. Bu yanımız ikinci etaja qarab chiqdik. İkinci etaj dalanı. Beram polniy pechat. Bunda yana bir spalniy joy. Balantilarni podsvetga qo'yib taxlab berdik. Bu ham detskiy xona. Uchinchi spalniy xona. Beram klientlarimiz talabına qarab o'zlaridan manzaralarni qo'yib berdik. Bular ham tenda podsvetkasi bor. Kechda xushro'y bo'lib turadi. Gündüz ham chiroyli menimcha. Oxirgi zal joyimiz ikkinchi etajdagi. Bu ham polniy pechat bo'ldi. Görüp bakaberinglar. Videomuz aslında nomerlerimiz durada her daim gibi. Benim alakalı çıkaverasizlar. Köp klientlerimiz galagen ne koyup berasizlarmi dedi. Galagenlerini koyup beramiz chetlerine. Taleplere qarab. Mana shunday ishlarimiz bor. Bortoy patoloqlar ham qilib beramiz. Hammaga e'tibor uchun rahmat. Murojaat qilaverasizlar. Alakadamiz.